Savol. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Men Kuvayt Turk qatlım hisobiga 2 yil oldida kumushga 50 ming lira mablag' solib, har oy pul ayirib beradiganligi to'g'risida maslahat so'ragan va buning jazoni ekanligini deb berdilar. Amdiki savolim, biz 2 yil shu oyda kelgan 430, 520 degandek payda pullarni xarjlab keldik. Amda jazoni ekanligini bilgandan boshlab buningdan voz kechsakla yetarli bo'lamdi yoki 2 yil jarayonida olgan pulni biror yerga i'ona qilamdiq. Zodi u xarjlab bo'lgan pulni qandoq bartaraf qilamiz? Bu to'g'risida tafsiliy tushuncha bergan bo'lsalar. Alloh rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom. Jazoni yeyish cho'ng gunohlar qatoridan bo'lg'achqa, bu qilmishga pushaymon qilib tavba qilishingiz intayin zarur va go'zal ish. Alloh qabul qilsin va oilangizga barakat ato qilsin. O'sumlar boshqalarning haqqi bo'lg'achqa va u pulning haqiqiy egisini biz bilmaydigan bo'lg'achqa, qo'lingizda bor o'sumni fiqir miskinlarga berib o'tib qutulishingiz kerak. Bu sadaqa emas, balki harom moldan qutulish bo'ladi. Shundaqla siz burun elib xarjlayotgan o'simlarnimi qanchalik bo'lsa shunchalik pulni fiqir miskinlarga berasiz. Miqdorini aniq eslay olmasangiz, ko'nglingiz xotirjam bo'lgudek miqdorda taxmin qilib hisoblab bersangiz bo'ladi. Imom Qurtubiy qatorliq olimlarimiz shundoq ko'rsatgandir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.